Assalomu alaykum. Yo, alaykum assalom. Telefon egasiga beryapman, bo'rini ajaliga. Sizga so'rashyapti. Kelinglar, Anatoliy, nima bo'lyapti yana? Akalar, ko'p kishi men soqol haqida gapiribdi-da. Nima unday qilib gapirasiz? Rustambek siz gapirmadingizmi? Yo'q, men umuman aloqamizga. Rustambek gapirmabdi. Nima unday qilib gapirasiz? To'g'ri gapiravering. Ho, o'g'il bola. Ha, gapiravering. Erkak kishiga soqol chiqadi. To'g'ri, ammo echkida ham soqol bor. Erkak kishi. Bo'ldi, gap so'z yo'q, jigar sizga. Hech ayol kishiga soqol chiqqanini ko'rganmisan? Ko'rganman. Ko'rsatdim. Men erkak kishimanmi? Men qayerdan bilay, o'zingiz samleniya qilyapsiz jigar? Soqolni qo'yib yuraman. Erkakka o'xshab yuraman. Haqiqiy erkak ana shunday yuradi. Endi trassani topshirib yuborib qutulamiz, endi soqol bilan muammo bo'layotgan endi. Soqol bilan yuradi. Tushunding-a? Bo'l, tushundim. Okey, хорошо? Так что, mana shunaqa meni gapirgan insonlar gapi. Men butun O'zbekistonga murojaat qilaman. Mana shuni tishini, soqolini, sochini, bunini teshigini gapirmanglar iltimos sizlardan. Sog' bo'linglar. Bo'pti.